Bugun men sizlarga aynan SPFlar haqida ma'lumot beraman. Birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu SPF nima uchun suriladi? SPF yuzimizni qurimasligi, qarimasligi, ajinlarimizni ko'paymasligi uchun, quyoshdan esa terimiz kuymasligi uchun ishlatiladi asosan. Lekin agarda yuzingiz juda ham ta'sirchan, juda ham sepkil, dog'lari bo'lsa, siz doimiy ravishda SPF ishlatishingiz kerak, ya'ni 4 ta sezonda ham. SPFlarning bugungi kunda juda ham ko'p turlari bor. SPF ishlatmaslik natijasida teringiz juda ham qurib ketadi, ajin tushadi, hattoki aknelar ko'payishi ham SPF ishlatmaslikdan ham bo'ladi. Buni bemalol o'zingiz checking qilishingiz mumkin. Keyin qizlarjonlar, SPF ishlatmaslik natijasida yuz teri saratoni kasalligi ham kelib chiqishi mumkin. Buni ham dermatologlar isbotlashgan. Keling, bugungi kunda biz SPFlarning juda ham ko'p turini bilamiz, lekin qaysi SPF qanaqa effekt beradi bilmaysizlar. Shu uchun birga test qilamiz.